Haqiqiy hashamat sifat bilan uyg'unlashgan bir joyda jam bo'lganini ko'rganmisiz? Ayni modelimiz Ay Yıldız fabrikasi Turkiyada ishlab chiqarilgan shunaqa kattagina divanimiz 4 kishi 5 kishini bemalol bag'riga sig'dira oladigan, yostiqlarini olganida shunaqa chiroyli kapitoneli qilingan, yostiqlari ham alohida tema aksessuar. Kreslolarimiz shunaqa juda ham bejirim qilingan, sifatlari a'lo darajada bo'lgan. Komplektatsiyamizning jurnallari prozrachniy oynalar qo'yilgan. Undan tashqari atroflari to'liq gul bilan ishlov berilgan. Modelimizning nafaqat oldi, balki boshqalardan farqi yonlari, teglari, tepa qismlari hamda orqa qismlari ham to'liq gul bilan ishlov berilgan. Ayni modelimizning divanlari ham xuddi shu shaklda orqalari, ya'ni tekis ketmagan. Juda ham chiroyli qilib, ranglarning uyg'unligiga ham ahamiyat berasizlar. Juda ham bagati chiqqan. Bu modelimizning ayni Toj Mahal kabi rangi bor, och rangi bor. Komplektatsiyamizda divan, ikkita kreslo jurnalidan iborat. Ranglari ikki xil ko'rinishda keltirganmiz Turkiyadan. Narxlari juda ham hamyonbop narxda. To'g'ri arzon chiqmaydi, lekin siz o'ylaganingizdan ancha arzon chiqadi. Arlida mebel hamisha sizning xizmatingizda. Arlida mebel bu boshqa daraja.